Adolat sotsial-demokratik partiyasining o'tgan hafta davomida amalga oshirgan ishlari va loyihalari yuzasidan tayyorlangan navbatdagi dayjestni e'tiboringizga havola etamiz. Hafta boshida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlarining 2025-yil ijrosi to'g'risidagi hisobot, shuningdek, davlat xizmatchilarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Yig'ilishda budjet mablag'larining ijtimoiy samaradorligiga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlanganidek, hisobot davrida ijtimoiy soha xarajatlari umumiy budjet xarajatlarining 47% tashkil etgan. Xususan, aholi salomatligini muhofaza qilish, tibbiyot muassasalarini modernizatsiya qilish va tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Fraksiya a'zolari sog'liqni saqlash sohasiga davlat budjetidan 43,3 trillion so'm mablag' ajratilganini yuqori baholashdi. Ta'kidlanganidek, bu mablag'lar partiyaning inson kapitaliga investitsiya va xalqchil tibbiyot tamoyillarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga fraksiya a'zolari ayrim vazirlik va idoralar tomonidan rivojlantirish dasturlari uchun ajratilgan mablag'larning to'liq o'zlashtirilmaganini tanqid qilib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan takliflar berdi. Shuningdek, yig'ilishda davlat fuqarolik xizmatchilarining nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishi uchun qo'shimcha kafolatlar belgilashga qaratilgan qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, davlat xizmatchisi magistratura yoki doktorantura bosqichiga to'liq grant asosida qabul qilinsa, ish beruvchining yozma roziligi bilan uning ish o'rni saqlab qolinadi. Muhokamalar yakunida kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi va ular fraksiya tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan respublikamiz bo'ylab o'tkazilgan Bor mehrimiz senga bolajon beg'araz donorlik aksiyasi o'tkazildi. An'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan mazkur aksiyada bu yil ham partiya siyosiy kengashi raisi Roboxon Mahmudov boshchiligidagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya fraksiya a'zolari ishtirok etib, xayrli ishda namuna ko'rsatdi. 1-2-3 kunlari soat 09:00 dan 16:00 gacha Respublika qon quyish markazi va uning hududiy bo'limlarida tashkil etilgan ushbu ezgu aksiya xalqimizga xos mehr-oqibat, insonparvarlik va bag'rikenglik fazilatlarining yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Qolganlisi bu yilgi aksiya ham keng jamoatchilik, davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan faol qo'llab-quvvatlandi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, jumladan Toshkent shahar va Jizzax viloyat sudlari, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, Madaniyat vazirligi, Milliy gvardiya, Jamoat xavfsizligi universiteti, O'zbekiston temir yo'llari, O'zagro sug'urta, O'zbekiston Airways, Kapital bank kabi qator tashkilotlarning rahbarlari va xodimlari ushbu ezgu tashabbusda faol ishtirok etishdi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Kinematografiya agentligi, Teatr arboblari uyushmasi, Kino arboblar uyushmasi kabi ijodiy va madaniy tashkilotlarning mazkur xayrli tashabbusni qo'llab-quvvatlagani aksiyaning ma'naviy ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirdi. Aksiya doirasida Olmaliqkon metallurgiya aksiyadorlik jamiyati, Yoshlar ittifoqi va Xotin-qizlar maslahat kengashi hamkorligida donorlik tadbiri bo'lib o'tdi. Unda kombinatning 200 ga yaqin xodimi, faol yoshlar va harbiy xizmatchilar ko'ngilli donor sifatida ishtirok etdi. Natijada Olmaliq Toshkent viloyatida eng ko'p qon zaxirasi yig'ilgan hududlardan biriga aylandi. Partiya rahbariyati va faollari shu kuni kombinat xodimlarining salomatligini muhofaza qilish bo'yicha yaratilgan sharoitlar, tibbiy sanitariya qismi va sanatoriy profilaktoriy faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tadbir so'ngida bir guruh yurtdoshimiz partiya safiga qabul qilinib, ularga a'zolik guvohnomasi tantanali ravishda topshirildi. Aksiyaning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston musulmonlar idorasida maxsus mobil brigada orqali ko'chma qon yig'ish tadbiri ham o'tkazildi. Idora xodimlari bemor bolalar salomatligi yo'lida ushbu ezgu tashabbusga o'z hissalarini qo'shdilar. Partiya rahbariyati bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida bo'ldi. Hozir bu yerda 220 nafar bola davolanmoqda. Partiya vakillari ular bilan yaqindan suhbatlashib, bayram munosabati bilan esdalik sovg'alarini topshirdilar. Aksiya respublikamizning barcha hududlarida ko'tarinki ruhda o'tdi. Qoraqalpog'istonda deputatlar, shifokorlar, o'qituvchilar, davlat xizmatchilari va talabalar birlashib, ijtimoiy birdamlik namunasini ko'rsatdi. Navoiyda 21 yildan buyon muntazam donorlik qilib kelayotgan Azizbek Ibragimovning ishtiroki ko'pchilikka o'rnak bo'ldi.
Jizzaxda sud, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar tizimi xodimlari, Qashqadaryoda esa Milliy gvardiya xizmatchilari va temir yo'lchilar faol qatnashdi. Namanganda talabalar, xususan Namangan davlat pedagogika instituti jamoasi alohida faollik ko'rsatdi. Andijonda mahalliy kengash deputatlari, partiya faollari va yoshlar yuksak fuqarolik mas'uliyatini namoyish etdi. Surxondaryoda ichki ishlar organlari xodimlari va harbiy xizmatchilar, Toshkent viloyatida Nurafshon shahri yoshlari faollik ko'rsatdi. Poytaxtda 2 kun davomida 1000 ga yaqin fuqarolar qatnashib, qon zaxirasi to'ldirildi. Farg'onada adliya va huquq targ'ibot xodimlari uyushqoqlik bilan ishtirok etishdi. Xorazmda yig'ilgan qon zaxirasi viloyatdagi bolalar shifoxonasining gematologiya bo'limiga yo'naltirildi. 3 kun davomida aksiyada jami 8825 nafar ko'ngilli ishtirok etdi. Ulardan 5936 nafari beg'araz donorlik qilib, bemor bolalar salomatligi yo'lida munosib hissa qo'shdi. Bor mehrimiz senga bolajon beg'araz donorlik aksiyasi ortida minglab oila qalbiga umid bag'ishlash, xastalikka qarshi kurashayotgan bolalarga hayot va salomatlik ulashishdek oliyjanob maqsad mujassam. O'z navbatida partiya rahbari aksiyada faol ishtirok etgan donorlarga va tadbirni yuqori saviyada uyushtirishga hissa qo'shgan barcha hamkorlarga samimiy minnatdorlik bildirdi. Ushbu ezgu aksiyani yuksak saviyada tashkil etishda yaqindan ko'maklashgan barcha hamkor tashkilotlarga, Respublika qon quyish markazi va uning hududiy bo'limlari xodimlariga, tibbiyot xodimlariga, deputatlar, partiya faollari, ko'ngillilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillariga chin dildan minnatdorlik bildiramiz. Ayniqsa vaqti, mehri va saxovatini ayamay aksiyada ishtirok etgan barcha yurtdoshlarimizga alohida tashakkur. Sizlarning ezgu amalingiz ko'plab bemor bolajonlarning hayotini saqlab qolishga, oilalariga ishonch va umid bag'ishlashga xizmat qiladi. Adolat partiyasi uchun inson qadri, ayniqsa bolalar salomatligi doimo ustuvor ahamiyatga ega. Shu bois kelgusida ham Respublika qon quyish markazi bilan hamkorlikda maxsus mobil brigadalar orqali hududlar va tashkilotlarga chiqib, ko'chma qon yig'ish ishlarini izchil davom ettiramiz. Zero bir tomchi qon kimgadir hayot, bir oilaga umid, butun jamiyatga esa insonparvarlik sabog'idir, deydi partiya rahbari. Hafta davomidagi eng dolzarb yangiliklar bilan bugungi hafta dayjestimizni taqdim etdik. Partiyamiz faoliyatiga oid yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat.